jonli kitob. Hikoyalarimizni to'liq va qismlarini oldindan tinglamoqchimisiz? Barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Jonli kitob Telegram kanaliga a'zo bo'ling va barcha yangiliklardan oldinroq xabardor bo'ling. Garov. Muallif Saida Aziz. Taqdir bilan garov o'ynama. Baribir yutqazasan. Saida Aziz. Kun qiyomatdan o'tgan mahal. Tor ko'chalardagi tuproq har mashina o'tganda ko'kka ko'tariladi. Atrofni chang egallaydi. Quyosh astoydil yerga mehrini in'om etib, zaminni qizdirishga chog'langan. Saratonning oftobi odamning tinkasini quritishi aniq. Bitta ikkita odam ko'rinmasa, hech kim yo'q. Bu paytda shahardan yaraqlab chiqqan o'nchoqlik qimmatbaho, baland ko'rinishdagi qora avtomobillar ichidagi yoshlar musiqani varanglatib kuyov navkarga kelishardi. Yarqiragan mashinalar qishloqning tuproq bosgan ko'chalariga kirish hamon rangi xira torta boshladi. Tavxo nomli avtomobilni boshqarib kelayotgan Shahzodning asabi buzildi. Yonidagi sherigiga norozi ohangda so'z qotdi. Jahongiyam qo'yli. Qattan topgan bu qizni? G'irt qishloq-ku. Shunaqa joydan ham uylanadimi? Do'ston unga qarab kulimsiradi. Ko'ngil bu o'rtoq sevib qoldi-ku. Onasi qarshi bo'lganda oxirgacha kurashdi. Mana, nihoyat erishyapti. Baribir-da, qara, bu tarafdagilar asfalt nimaligini ham bilishmasa kerak. Men bunday qishloq ko'chalarini chekka viloyatlarda bo'ladi deb o'ylardim. Toshkent viloyatida ham bor ekan-a? Ha, Xudoga shukr qilish kerak. Shaharning o'rtasida hamma sharoiti bor 3 qavatli qasrda yashaysan, o'rtoq. Odamlarni qara. Dostonning nasihati Shahzodga yoqmadi. Indamadi. Mashinalar korteji qishloq o'rtasida qad rostlagan ko'p qavatli uylar yonida to'xtadi. Yigitlar mashinani uydan 200 metr uzoqlikda to'xtatishdi. Urf-odatga ko'ra, kelinning uyigacha karnay-surnay va nog'ora sadolariga o'ynab borish kerak. 20 ga yaqin yigit kuyov bo'lmish Jahongirni o'rab olishdi. Yigitlarning har biri oq ko'ylak qora shim kiyib olishgandi. Bu gal har doimgi an'anani buzishdi. Aslida boshqalarnikiga qora kostyum shim, oq ko'ylak kiyib borishardi. Biroq jaziramada kostyum kiyishdan voz kechishdi. Faqat kuyov bo'lmish kostyum shim deydi. Sozandalar sozni sozlab olguncha yigitlar atrofga qarashdi. Keng dala. 200 metr narida esa 3 ta dom qad rostlagan. U yog'ida ham nimalardir bo'lsa kerak. Shahzod atrofga nazar tashladi. Qurib qolgan ariq atrofida bir qator jiydalar sollanib bargini u tomon, bu tomonga yozib turishardi. Osmon ko'm-ko'k. Quyosh tobora qizdiryapti. Karnay-surnay nog'oraning ovozi yangray boshladi. Yigitlar kuyov bo'lmishni o'rtaga olib, ro'paradagi ko'p qavatli uy tomon otlanishdi. Sal sho'xroq yigitlar raqsga tusha boshlashdi. Doston Shahzodni ham raqsga taklif qilganda, u xohlamadi. Shahzod o'zini noqulay his qilgan joylarda ochila olmaydi. Qishloq joyga ilk bor kelishi, negadir muhit yoqmadi. O'rtog'ining hurmati uchun arang chidab turibdi. Tezroq hammasi tugab ortga qaytishsa edi. Sozandalar Dilxiroj, Andijon polkani ketma-ket chila boshlashdi. Doston boshchiligida 3 yigit davrani qizdirdi. Pod'ezd tomon yaqinlashib qolishdi. Xotin xalaj 4 qavatli uyning barcha derazasidan qarab turishardi. Kimlardir telefonga videoga olyapti hatto. Odatga ko'ra pod'ezd yonida biroz o'yin qilishdi. Qiyqiriqlar avjiga chiqdi. So'ng musiqa tindi. Eshik yonida turgan erkaklar xush kelibsizlar deb ichkariga taklif qilishdi. Yigitlar ichkariga kirisharkan Jahongirga yo'l ochishdi. Bo'lajak kelinning uyi 1-qavatda ekan. Eshikdan to mehmonxonaga qadar poyandoz to'shalgan. Jahongir bismillah deb qadam tashladi. Ortidan qolgan yigitlar ham birin-ketin ichkariga kirishdi. Uzun zalga 20 chog'lik mehmon uchun joy hozirlangandi. Yerga ko'rpachalar to'shalgan. Dasturxon noz-ne'matlar bilan to'lgan. To'rda go'shanga ilingan. Jahongir kirib go'shangani 2 ayirdi. O'ziga mo'ljallangan ko'rpachalardan qilingan taxtga joylashdi. Atrofiga qolganlar o'tirishdi. Shahzod bir qur uy ichiga nazar tashladi. O'rtacha ta'mirdagi xonadon ekani bilinib turibdi. Pardalari ham o'ta zamonaviy emas. Gilam ham arzon narxdaligi bilinib turibdi. Kelinning bobosi kirib, uzundan uzoq fotiha qildi.
Shahzod shu paytgacha bunaqa uzun duoni eshitmagandi. Ko'rinishdan 70larga kirgan otaxon hech bir so'zdan adashmay gapirardi. Boboy zerikib o'tirgan ekanda. Xayolidan o'tkazdi yigit. Otaxon esa so'zning yakunida yana yoshlarga baxt tilab, so'ng mulozamat qilgancha chiqib ketdi. Uy ichi issiq edi. Konditsioner yo'q. Bir chetga ventilyator qo'yib qo'yishibdi. Uniyam parraklari arang aylanyapti. Shahzod yana kulib qo'ydi. Tavba. Shahzodning onasi va Jahongirning onasi yaqin dugona bo'lgani uchun ikkisi ham oilaviy bordi keldisi bor edi. Jahongirning oilasi dori biznesida o'ziga yarasha nom chiqargan oila hisoblanardi. Unga qiz berishni istaganlar ko'pligini Shahzod ham yaxshi bilardi. Jahongir Toshmiyda o'qib, kursdoshini sevib qoldi. Kelin bo'lmish ham bo'lajak shifokor. Jahongirning onasi Dilbar opa Shahzodga ham qo'ng'iroq qildi. O'rtog'ing bilan gaplash, o'zimizga yarasha joydan uylansin dedi. Yo'q, Jahongir taqdirini faqat shu qiz bilan bog'lashni ma'lum qildi. Ikki yigit isib ketib tashqariga chiqib ketishdi. Ortidan elektron tamakisini qo'liga tutgancha Shahzod ham chiqdi. Qizning otasimi, tog'asimi yigitlarning tashqariga chiqishini ko'rib xijolat bo'ldi. Mehmonlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, juda isib ketdik, deyishdi yigitlar. Uchovlon sal nariga borib turishdi. Shahzod va Dilyor elektron tamakini tutatishdi. Shahzod yana atrofga qaradi. Ortida kichik devor bilan o'rab qo'yilgan musorxonaga ko'zi tushdi. Ichkarida bir ayol o'g'li bilan musorlarni titib, baklashka izlayotgandi. Bu manzaradan yigit g'alati bo'lib ketdi. Ana uni qara, dedi ovoz chiqarib Diyorga. Diyor o'girildi. Ha, baklashka korobkalarini ajratib topshirishadi. Pul olishadi, dedi behafsala ohangda. Shahzod hayron bo'ldi. Ilk bor ko'rib turishi edi. Biz tarafdagi domlarda ham shunaqa titib yurishadi-ku. Nima balo, ko'rmaganmiz? Hayron qoldi Diyor. Shahzod bosh chayqadi. Ha, endi sen kimsan Shuhrat akaning erkatoyi bo'lgani uchun bilmaysan-da. Qo'shimcha qildi 3-yigit Narimon. Shahzod ayolning ishini kuzatib turdi. Kimdir shu ayolga yordam bersa, balki bu ishni qilmas, deya fikr bildirdi yigit. O'rtoqlari kulib yuborishdi. Bo'ldi, kel, sen unga yordam berasan. Qani, hayoti qanday o'zgararkin, dedi Diyor. Menmi? Yo'q, dedi Shahzod. Qo'rqdingmi? Mana shunaqa, hamma gapiraveradi. Ammo yordam berishga kelganda hech kimning duxi yetmaydi, dedi Diyor pisanda bilan. Uning gap ohangi Shahzodga tegib ketdi. Yaxshi, ke, garov o'ynaymiz. Men shu ayolning hayotini o'zgartiraman, dedi yigit beixtiyor o'rtog'iga qarab. Diyor kuldi. $1000, deya qo'l uzatdi Shahboz. 1000 kam, 10 mingdan o'ynaymiz, dedi Diyor. Agar shu ayolning hayotini bir oyda o'zgartira olmasang, 10 ming berasan. Diyorning shartini eshitib, Shahzod ikkilandi. Yana ayol tomonga nazar tashladi. 1 oy, 30 kun degani. Qila olaman deya ichidagi ovozga ishondi yigit va qo'l tashladi. Qari, g'irrom bo'lmasin. Agar 1 oydan keyin ham ayol yana baklashka terib yursa, yutqazgan bo'lasan. Shahzod bosh irg'adi. Muddat ertadan boshlanadi, dedi Shahzod. Bugun to'ydamiz. Okey. Ichkaridan Doston chiqib keldi. Qayerda qolib ketdilaring? Kirlaring. Jahon osh oshatyapti. Bo'laring. Yigitlar Dostonning ortidan kirishdi. Kuyov jo'ralar tashqariga chiqishdi. Jahongir esa kelin bilan yonma-yon chiqib kelarkan, yigitlar yana bir qiyqirib qo'yishdi. Surnay sadosida yor-yor yangray boshladi. Shahzod kuzatib turdi. Harir ro'mol bilan kelinning yuzi yopilgan. Atrofdagilarga ko'rinmasdi. Kattalar duo berishdi. Mashinaga kelinning dugonalari ham o'tirishadi. Kimniki bo'sh? So'radi Doston yigitlarga yaqinlashib. 3-4 yigit qo'l ko'tardi. Shahzod jim edi. Seniki ham bo'sh-ku, Shahzod? So'z qotdi Doston unga qarab. Yigit bosh irg'ib qo'ydi. Turfa liboslar kiygan qizlar qora avtoulovlarga chiqa boshladilar. Jahongir va kelinchak so'nggi rusumdagi Mercedesga joylashishdi.
Mashinalar karvoni signal chalgancha birin-ketin yo'lga chiqa boshladi. Shahzod mashinasini yurgizarkan, ichkaridagi ko'zgudan orqada o'tirgan 3ta qizga ko'z tashlab qo'ydi. Chiqindixona yonidan haydab o'tarkan, chiqindilar orasidan hamon baklashka va kartonlarni ajratib o'tirgan ayolga qarab qo'ydi. Qizlardan biri yonidagisiga "Voy, Mabrura opami?" deb so'radi. "Jim", dedi ikkinchi qiz. Dugonasi jim bo'ldi. "Xo'sh, qizlar, to'ygami?" Ortiga o'girilib qizlarga gap otdi Doston. Qizlar bosh irg'ab qo'yishdi. "Toshkent to'ylariga borganmisizlar o'zi?" so'radi Doston yana hazil aralash. "Yo'q, bu birinchi marta", dedi o'rtada o'tirgan o'zi to'lacha, yuzlari dumaloq, ko'zlari biroz qisiq qiz. "O'ziyam juda qishloq joyda turarkansizlar", dedi Shahzod oldidagi mashina ko'targan changdan asabiylashib. "Qishlog'imizning nimasi yomon ekan?" dedi deraza yonida o'tirgan nozikkina, ko'zlari charosdek timqora, biroz odmi kiyingan qiz. "Changni qarang, tuproq yo'lni asfalt qilsangizlar bo'lmaydimi?" dedi Shahzod unga ko'zgu orqali bir qarab. "Shu chang ko'chalardan o'tib, Nozimani izlab keldinglar-ku?" dedi qiz Shahzoddan ko'zini uzmay. Doston kulib yubordi. "Qoyil, siz kelinni sinfdosh dugonasimisiz?" savol berdi qizga Doston. Uchalamiz ham sinfdoshlarimiz", dedi o'rtadagi do'mboqqina qiz. "Tushunarli. Qishlog'inglar menga yoqdi. Toza havo, keng dalalar", xushomad ohangida so'zladi Doston. "Rahmat", dedi Charos unga bir qarab qo'yib. Shahzod mashinadagi magnitofon ovozini balandlatdi. "O, ana, ashulayam dalalar haqida ekan", dedi Doston qarsak chalib. Shahzod mashinani hashomdor hovlining naqshinkor, jigarrang darvozasi yonida to'xtatdi. Darvoza pultini bosdi. Darvozalar lang ochildi. Avtomobil ichkariga kirdi. Old o'rindiqda o'tirgan Azizaxon eshikni ocharkan, "Ichkariroq hayda, dadang kelsa asabiylashib yurmasin", deya mashinadan tushdi. Shahzod bosh irg'adi. Yana ozroq ichkariga haydadi. Darvozaxonadan o'ng tomonda gir aylana 3 qavatli imorat solingandi. Hovli o'rtasida yashil hudud bo'lib, chim yotqizilgan. Atrofida anvoyi gullar ekilgandi. Azizaxon to'qima ko'rinishdagi stulga o'tirib, qo'lidagi yaltiroq tugmali klachni oynavan stol ustiga qo'ydi. "Biram chiroyli to'y bo'ldi, baxtli bo'lsin. Jahongir yaxshi ko'rganicha bor ekan kelinam." Shahzod gapirmay onasining yoniga joylashdi. "Nega jimsan? Kayfiyating yo'q." "Charchadim", dedi Shahzod onasiga bir qo'r nazar tashlab. "Uxlayman." "Mayli, yaxshi dam ol", dedi Azizaxon o'g'lining ortidan qarab qolarkan. O'zicha shirin xayollarga berildi. "Ilohim, biz ham tez kunlarda shunday chiroyli to'ylar qilaylik. Shahzodimni uylantirib olsam edi. Shu xonadonimda yal-yal yonib kelin-poshsha yursa, keyin armonim yo'q edi." Negadir ayolning ko'zlari yoshlandi. Xo'rsingancha o'rnidan turdi. Xonasiga kirgan Shahzod o'zini divanga tashladi. Keng va shinam bu xonada bir yigit orzu qilgan barcha qulayliklar mujassam edi. Shahzod Shuhrat Sultonov oilasining yagona vorisi. Uning dadasi bir nechta qurilish kompaniyalarining egasi. Qurilish sohasida unga yetadigani yo'q. Shahardagi ko'zga ko'ringan muhtasham binolardan tortib, badavlat oilalarning uylarigacha uning kompaniyasi qurib bergan. Shuhrat akaning obro'si uncha-muncha vazirnikidan qolishmasdi. Azizaxon ham xususiy bog'cha va maktabga egalik qiladigan, o'z sohasida nufuzga ega ayol edi. Er-xotinning 2 qizdan so'ng topgan yagona shahzodalari Shahzod edi. Azizaxon o'g'li tug'ilganda aynan oilamiz shahzodasi deb unga Shahzod ismini tanlagandi. 2 qiz ham munosib joylarga uzatilgan. Bekamu ko'z yashishardi. Ularning birdan bir maqsadi tezroq Shahzodni uylantirish edi. Shahzod oltin beshikda tug'ilgan edi. U hech qachon chekka qishloqlarga borib ko'rmagandi. Bugun sinfdosh o'rtog'i Jahongir sabab chekka tumanlardan biriga bordi. Uning xayoliga boyagi garov keldi. Yigit hamisha to'kinlikda, nima istasa muhayyo bo'lib ulg'aygandi. O'ziga to'q oila farzandlari boradigan maktabda o'qidi. Otasining yolg'iz o'g'li ekanini bilardi.
dadasi qurgan imperiya vorisligini his qilardi. Shuhrat aka o'g'lini ko'p o'zi bilan olib yurgani uchun kompaniyaga egalik unga qolishini tushunib yetgandi. Shahzod ayrim boylarning o'g'illaridek otasining pulini ko'kka sovurishni istamasdi. U o'z mustaqil qarorlarini ayta oladigan, maqsad qo'ya oladigan yigit bo'lib voyaga yetgandi. Ingliz tilida ravon so'zlashadi. Xalqaro universitet talabasiga aylandi. Xorijda 1 yil o'qib qaytdi. Aynan xorijdan qaytgach, otasiga o'z fikrini bayon qildi. Dada, men alohida do'kon ochmoqchiman. Xitoydan mol olib kelib, do'kon yurgizaman. Otasiga o'g'lining rejasi yoqmadi. O'z kompaniyasida ishlashni istardi. Ammo uning qarashlarini hurmat qildi. Yaxshi, lekin men 1 so'm ham bermayman. Shahzod qarshi bo'lmadi. Ikki do'sti bilan birga kichik firma ochib, Xitoydan turli xildagi buyumlarni olib kelib sota boshlashdi. 1 yildan buyon do'kon faoliyatini to'xtatgani yo'q. Aksincha, gullab yashnamoqda. Talabgirlar va xaridorlar yetarlicha topilyapti. Shahzod o'ziga ishongan yigit, ko'p gapirmaydi, ammo u bilgan narsalar haqida gapirishsa, ensasi qotadi. Ko'zi kulib turadigan bu yigitcha otasidan ko'ra ko'proq o'ziga ishonishi ba'zilarning g'ashini keltirgan. Hatto ota-onasiga ham u haqida gapirib kelishgandi. Biroq bugungi hodisa Shahzod uchun kutilmagan chaqmoqdek bo'ldi. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqlar orqali bunday vaziyatlarga ko'zi tushgandi. Biroq aynan o'zi shunday holatga duch kelishini o'ylab ko'rmagandi. Ertaga yana o'sha qishloqqa borishim kerak, dedi Shahzod o'ziga o'zi. So'ng o'rnidan turib, ko'ylak tugmachalarini yechgancha yuvinish xonasiga kirib ketdi. Tong otdi. Olam ahli yana bir uyqudan uyg'onib, o'z tashvishiga andarmon bo'lishni boshlagan kezda Shahzodning telefoni jarang socha boshladi. Yigit oppoq choyshablar orasidan aloqa moslamasini izladi. Ko'zlari arang ochilib, raqamga ham qaramay qulog'iga tutdi. Alo. Haliyam uxlab yotibsanmi? Narigi tomondan Diyorning xushxandon ovozi eshitildi. Nima deysan? Uyqusirab so'zladi Shahzod. Kechagi garov esingdami? Nimaga kelishgandik? Bugundan boshlanadi-ya. Shahzod tuyqusidan bu gapni eshitib, gap nima haqidaligini fahmlay olmadi. Nima deyapsan? Ey og'ayni, uyg'on. Kecha chiqindixonadagi ayolni o'zgartirmoqchi eding. Unga olamni o'zgacha ranglarda ko'rsatmoqchi eding. Yo bo'ldimi? Yutqazganingdan olasanmi? Lekin qara, qo'l tashlagansan. 10 mingni baribir berasan. Diyorning ovozidagi xandonlik yo'qoldi. O'rniga iddao paydo bo'lgandi. Shahzod o'rnidan turib o'tirdi. Ko'zlarini ishqaladi. Esimda, bugundan kun sanashni boshla. Okey, vaqt ketdi o'rtoq. Shahzod smartfonni keng divanning chetiga uloqtirdi. O'rnidan turarkan, ishni nimadan boshlash haqida o'ylay boshladi. Yoniga dostonni sherik qilsammikin? Yo Jahonga aytsammikin? Har qalay xotinining mahallasi. Shunaqa qilaman yaxshisi. Degancha yuvingani kirib ketdi. Azizaxon uy xizmatchisi Shohida opa tayyorlagan shirchoyni ho'plarkan, o'g'lining xonasi tomonga qarab qo'ydi. O'g'ling rosa charchabdimi? Hali chiqmadi, dedi Shuhrat aka nonni qaymoqqa botirib og'ziga solarkan. Bilmadim, toliqqandirda. Jahongir bilan qadrdonligi bor-ku. Lekinchi dadasi. Shu o'g'liz hech o'ynamadi-da. Kecha atayin kuzatib turdim. Biror marta raqsga tushmadi. Faqat qarsak chalib tursa deng. Sinfdoshi Doston esa davridan chiqmadi. Biram to'yni qizdirishda baraka topkurlar. Men ham tezroq to'y qilgim keldi dadasi, dedi Azizaxon eriga muloyim boqarkan. O'g'lingni ko'ndir, ertagayoq to'y boshlashga tayyorman. Qayoqda? Bu bolangizni ko'ndirib bo'lmayapti-ku. Unisini undoq, bunisini bundoq deb vaqtni o'tkazyapti. Kecha Jahongirga qarab, biram havasim keldi. Shuhrat aka xotiniga qarab jilmayib qo'ydi. Dugonangga havas qilgandirsan-da? Yo Dilbar mendan avval o'g'il uyladi deb iching kuydimi? Erning gapidan ayol gina qildi. Nega ichim kuyadi? Ajoyib gaplarni aytasiz dadasi. Mening shahzodam hali shundoq kuyov bo'lsin. Manaman deganning og'zi lang ochilib qolsin. Allohim o'sha kunlarga tezroq yetkazsin.
Kecha to'yxonada qizlarni ham bir qur kuzatdim. Bahodir akaning qizi bir go'zal qiz bo'pti. 19 ga kiribdi. Onasi bilan keldi. Havaslarim ketdi. Vestminster universitetida o'qiyotgan ekan. O'sha qizni mo'ljal qildim dadasi. Shahzodga aytaman. Bir uchrashib ko'rsin. Ota-onaning suhbati avj pallaga chiqqanda o'g'il ko'rinish berdi. Salom bergancha onasining yonidan joy oldi. Yaxshi dam oldingmi? Mehrli so'radi ona. Rahmat, yaxshi. To'y charchoqlari chiqdimi? So'radi otasi sinovchan tikilib. Shahzod bosh irg'adi. O'ziyam 3 kundan beri jahonnikidan beri kelmading. Qo'shimcha qildi ota. Nega unaqa deysiz? Axir chin do'sti, bolalik o'rtog'i-ku. Gapga aralashdi ona. Shahzod esa na otaga, na onaga javob qaytarmadi. Xayoli garovga borib bog'langandi. Nima qilishni o'ylardi. O'g'lidagi parishonlikni payqagan ota savolga tutdi. Tinchlikmi? Xayol surib o'tiribsan? Shahzod otasiga qarab bosh chayqadi. O'zim, ishim ko'p. Bugun qayerda bo'lasan? Birga yangi binoning ochilishiga boramizmi degandim. Bora olmayman. Toshkent viloyatiga chiqib kelishim kerak. Nega? Bu gal savolni ona berdi. Shahzod kulimsiradi. Oyi, dada, maylimi, mening ham o'z ishlarim bor. Shu ishlarni hal qilish uchun bemalol harakat qilishim mumkinmi? Kap-katta odamman. Har qadamimni hisobini beravermayman-ku. Biroz zardali ohangda so'zladi yigit. Eri xotin bir-biri bilan ko'z urishtirib olishdi. Xo'p, bola, biz hisobot so'ramayapmiz. Otang va onang sifatida qayerdaligingni bilishga haqlimiz. Otaning ovozi bir parda yuqoriladi. Shahzod otasining jahli chiqqanini payqadi. Uzr, xo'p, ish bilan chiqib kelaman, dedi pastroq ohangda. So'ng o'ziga duo qilgancha o'rnidan turdi. Men ketdim. Azizaxon o'g'lining ortidan hayhaylab qoldi. Shahzod, to'xta, gapim bor edi. Oyi, keyin, zarur ishim bor. Degancha chiqib ketdi yigit. Azizaxon eriga bir qur qarab qo'ydi-yu, ammo lom-lim demadi.